Samsını bozordan elib yevermey, oilada bu xil usul bo'yicha itib yeyishni o'rganib oling. Yurak yo'ltiz besib mezmani saqlab oling. Oldi bilan xamirni yo'g'irib olamiz. 500 gram un, oz miqdorda tuz, bir tal tuxum, ozroq suzuk may. 200 gram ilman suv qo'yib, xamirni yo'g'irib tayyorlab olamiz. Qo'linglar bekatosimi turda inkas rayoniga ko'proq gullarni, alt raqamlarni yo'llab, cho'qim yurak belgisini besib qo'ying, qo'llash bo'ladi. Yo'g'irib olgan xamirimizni yarim soat suvli xaltaga o'rab, tindirib olamiz. O'zimizning yoqtirishiga asosan qo'y go'shti yoki kal go'shtini ushoq to'g'rab olamiz. Yarim tal bosh piyozni ushoq to'g'rab olamiz. Qiymaga 5 gram tuz, 5 gram qiyma xurchi, ozroq suzuk may qo'yib, aralashtirib, tamlantirib olamiz. Yo'g'irib olgan xamirimizni pilti qilib, filmda ko'rsatilgan holatdagidek cho'ng kichikligini mushkil holatda kesib tayyorlab olamiz. Ondan zuni tovlab, nepiz ichi tayyorlab olamiz. Tayyorlab olgan qiymimizdan bir qo'shiq silib, filmda ko'rsatilgan bo'yicha 4 chasa yoki 3 bo'jak qilib samsini tugib olamiz. Sams xamiri qancha kichik, qancha nepiz bo'lsa, sams shuncha o'xshaydi. Kavshani taqsiga tizib olgandan keyin ustini tuxum bilan bir qatim mayli o'timiz. Ustiga ozroq oq kunjut yoki qor kunjutni sepib etgandan keyin gradusni 220 ga to'g'irlab 25 minut to'g'izib olsakla o'xshagan sams tayyor bo'lgan bo'ladi. O'rganib oldinglarmi? Nihoyat oddiy. Siz samsini yoqtiramsiz, yoqtirdiganlar inkas rayoniga va Shixuan degan xatni qoldirib qo'ying. Texnik ko'p taomlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bosh paytdagi boshqa filmlarimni ko'rib o'rganib olsangiz bo'ldi.